Bugün sizlerge dostkanım naytengi yarışıdan qaqbalish etishni o'tib o'tay. Ems boshlab ketaylik ha. Oldi bilan sumimizni. Buni men naytengi uyga mos keladigan oddiy materiallarga o'zgartirib o'tib qo'yatdim. Tuxum, shakarimizni selib olamiz. Qatiqni solamiz. Podafonimizni solamiz. Barliq materiallarimizni qo'limizda yaxshi chilib olamiz. Bek kichik o'lcham ham etish usuli shunda oddiy shunga. Cho'qim etinglar 230 gram unimizni ustiga quyib, ximir holatga keltirib olamiz. Uninglar sal oz kelib qolsa ozroq un qassanglar bo'ladi juma. Mening unim sal oz keldi. Men yana 50 gram un qitib etdim menga. Ximirimizni mujg'urib oldik. Endi po'zilan yeyib, bo'lgan ximirimizni tindirishning hojati yo'q. Bu ximirimiz ajoyib pez chiqadi juma. Mana ishda 4 chas holatda buni tayyor qilib olamiz. Bu ximirimizning tuzi buzilib ketmaslik uchun, siyliq chiqish uchun mana shunda xashularni yeyib olamiz buni. Bek qilinmi qilib olmaymiz, bek nipizmi qilib olmaymiz. Shunda holatda. Qilinlikqa qaranglar, 1,5 sant epchörd keldi. Ximirimizni birisini 5 sant epchörda kesib olamiz. Endi cho'qilgan o'rik murabbasi. Bu ximiy bo'sh bo'lgandan keyin buning suv qilish yoki bunda bir narsa qilish faqat hojati yo'qmi, o'zi choplashib ketadi. Bek oddiy ham bek yeyishlik va pranik buni hammamiz bilamiz. Tez ko'rib, bunda o'rinli qilmal bu pranikni yasashga. Bu pranikimizning hammani tugib oldik. Mana ishda 15 minut vaqtla tayyor qilib oldim juma. Asti o'ti 170, usti o'ti 180 qilib 15 minut to'g'rilab boqaylik, ha? Wow, qaranglar. Nima deganni o'xshagan qaqbalish bu.